Assalomu alaykum, hurmatli pensionerlar, nafaqa oluvchilar va ularning farzandlari. Bugun men pensiya jamg'armasi orqali pensiya va nafaqa oladigan har bir fuqaro uchun juda muhim bo'lgan tezkor xabarni tushuntirib beraman. Bu ma'lumot faqat bir guruh odamlarga emas, balki pensiyasi kartaga tushadigan, naqd oladigan, nogironlik nafaqasi oladigan, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi rasmiylashtirgan, shuningdek ota-onasining pensiya ishlarini yuritib berayotgan farzandlarga ham tegishli. Men bugun sizga oddiy tilda aytaman. Oldin qanday edi? Hozir nimalarga e'tibor berish kerak? Kim xavotir olishi kerak? Kim esa bekorga vahima qilmasligi kerak? Eng muhimi, agar pensiya kechiksa, kamayib tushsa, karta bloklansa yoki hujjatlarda xato chiqsa, nima qilish kerakligini aniq qadamlar bilan tushuntiraman. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki bitta kichik xato pensiya to'lovi vaqtida tushmasligiga yoki ortiqcha yugur-yugurga sabab bo'lishi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bu kabi amaliy ma'lumotlar aynan sizga va yaqinlaringizga kerak bo'ladi. Men ko'p yillik amaliy kuzatuvlarimdan bilaman, pensionerlar uchun eng og'ir holat bu pensiya sanasi kelib, pul tushmaganini ko'rishdir. Odam darrov xavotirga tushadi. Mening pensiyam to'xtatildimi? Hujjatimda muammo bormi? Bank kartam ishlamayaptimi? Pensiya jamg'armasida biror o'zgarish bo'ldimi degan savollar paydo bo'ladi. Oldin ko'p ishlar qog'oz hujjatlar, mahalla ma'lumotnomalari, idoraga borib ariza yozish va navbat kutish orqali hal qilinardi. Pensiyaga biror o'zgarishni bilishi uchun ko'pincha pensiya jamg'armasi bo'limiga borishi, bankka kirishi yoki tanish bilishlardan so'rashi kerak bo'lardi. Masalan, yashash manzili o'zgarsa, karta muddati tugasa, pasport yangilansa, nogironlik muddati qayta tasdiqlanishi kerak bo'lsa, odam buni vaqtida bilmay qolishi mumkin edi. Hozir esa ko'plab ma'lumotlar elektron bazalar orqali tekshiriladi. Pensiya tayinlash, qayta hisoblash, to'lovni bank kartasiga o'tkazish. Hujjatlardagi shaxsiy ma'lumotlarni solishtirish jarayonlari avvalgidan ko'ra ko'proq raqamlashtirilgan. Bu yaxshi tomoni bilan qulay. Ayrim ma'lumotnomalarni odamning o'zi ko'tarib yurishi kamayadi. Lekin ikkinchi tomoni ham bor. Agar bazada familiya, tug'ilgan sana, pasport raqami, yashash manzili yoki bank hisob raqamida xato bo'lsa, tizim to'lovni vaqtincha ushlab turishi, qo'shimcha tekshiruv talab qilishi yoki fuqaro idoraga borib aniqlik kiritish kerak bo'lishi mumkin. Shuning uchun bugungi tezkor xabarning mohiyati shuki, pensionerlar o'z pensiya ma'lumotlari, bank kartasi, shaxsiy hujjatlari va aloqa raqamlari to'g'ri ekanini tekshirishi zarur. Bu faqat biror yangi qonun chiqdi, hamma yugursin degani emas. Bu ehtiyot chorasi. Chunki pensiya tizimida pul to'lovi odamning shaxsiy ma'lumotlari, huquqiy maqomi va bank rekvizitlariga bog'liq. Shu zanjirning bitta joyida xato bo'lsa, natija pensionerning cho'ntagida seziladi. Avvalo kimlar albatta e'tiborli bo'lishi kerakligini aytaman. Birinchi guruh. Yaqinda pasport yoki ID karta almashtirgan pensionerlar. Masalan, oldingi pasport muddati tugagan, yangi ID karta olgan, familiyasi yoki ismida imlo farqi chiqqan bo'lishi mumkin. Pensiya hujjatlarida Gulnora deb yozilgan. Yangi hujjatda Gulnoza yoki otasining ismida bitta harf boshqacha bo'lsa, bu kichik narsa bo'lib ko'rinadi. Lekin elektron tekshiruvda bu farq muammo sifatida chiqishi mumkin. Ikkinchi guruh. Bank kartasi muddati tugagan yoki yangi karta olganlar. Misol uchun, pensioner har oy 1000 so'm pensiya oladi. Unga pul har oyning 10 sanasida tushardi. Lekin karta muddati o'tgan, bank yangi karta bergan. Ammo yangi karta pensiya to'lovi tizimiga to'liq ulanmagan. Natijada odam bankomatga boradi. Karta ishlamaydi, bankka boradi. Bank hisobga pul kelmagan deydi. Pensiya bo'limi esa to'lov yuborilgan. Bank rekvizitini tekshiring deydi. Bunday holatda muammo pensiya tayinlanishida emas, to'lov yo'nalishida bo'lishi mumkin. Uchinchi guruh, nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi oluvchilar. Bu yerda juda muhim nuqta bor. Ayrim nafaqalar muddatsiz bo'lishi mumkin. Ayrimlari esa tibbiy xulosa muddatiga bog'liq bo'ladi. Agar tibbiy ko'rik muddati tugasa, qayta tasdiqlash kechiksa yoki ma'lumot elektron bazaga vaqtida tushmasa, to'lovda vaqtinchalik uzilish bo'lishi ehtimoli bor. Masalan, fuqaro IX guruh nogironligi bo'yicha oyiga 1.200.000 so'm atrofida to'lov oladi. Tibbiy qayta ko'rikdan o'tishi kerak bo'lgan muddat 15 may edi. Lekin u 25 mayda bo'lgan. Shu 10 kunlik kechikish keyingi oyning to'lov grafikiga ta'sir qilishi mumkin. 4-guruh boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladigan oilalar.
bu pensiyada bolalarning yoshi, o'qishi, oilaviy holati va boshqa huquqiy shartlar muhim bo'ladi. Masalan, burun bekaz yoshga to'lgan farzand kunduzgi ta'limda o'qiyotgan bo'lsa, ayrim hollarda pensiya davom etishi uchun o'qish joyidan ma'lumot kerak bo'lishi mumkin. Agar o'qish haqidagi ma'lumot o'z vaqtida tasdiqlanmasa, to'lovda savol paydo bo'ladi. Oila esa nega pul kiritilmaydi deb hayron bo'ladi. Sabab ko'pincha huquqning yo'qolishi emas, hujjatning vaqtida tasdiqlanmaganidadir. 5-guruh pensiyasini boshqa odam orqali oladiganlar. Ayrim keksa insonlar yura olmaydi. Bankka bora olmaydi. Farzandi yoki qarindoshiga ishonchnoma beradi. Ishonchnomaning muddati tugagan bo'lsa, undagi ma'lumotlar eski pasportga yozilgan bo'lsa yoki bank bu hujjatni qayta tasdiqlashni so'rasa, pulni olishda qiyinchilik chiqadi. Bu holatda ham pensiya to'xtadi degani emas. Pul bor bo'lishi mumkin, lekin uni olish vakolati tasdiqlanishi kerak. Endi kimlar bekorga xavotir olmasligi kerak? Agar sizning hujjatlaringiz joyida bo'lsa, bank kartangiz ishlayotgan bo'lsa, pasport ma'lumotlaringiz yangilangan va pensiya odatdagi tartibda tushayotgan bo'lsa, vahima qilishga asos yo'q. Har oy pensiya bir xil soatda tushmasligi mumkin. Ba'zida bankning ishga o'tkazmalari, dam olish kunlari, bayram kunlari, texnik ishlar sabab pul bir necha soat yoki 1-2 kun farq bilan ko'rinishi mumkin. Shuning uchun men har doim aytaman. Avval bank ilovasi yoki SMS xabarini tekshiring, keyin bankka murojaat qiling. Shundan keyin pensiya jamg'armasiga boring. Hayotiy misol keltiraman. Toshkent viloyatida yashovchi bir pensioner oyiga 2.300.000 so'm pensiya olar edi. U ID karta olgandan keyin bankdagi eski pasport ma'lumotlari yangilanmagan. Pensiya tayinlangan, mablag' ajratilgan, ammo bankda mijoz ma'lumotlari mos kelmagani uchun karta amaliyotlari cheklangan. Fuqaro dastlab pensiya jamg'armasidan shikoyat qilgan. Tekshiruvdan keyin muammo bankdagi ma'lumot yangilanmaganda ekani aniqlangan. U yangi kartasi bilan bankka borib, ma'lumotlarni yangilatgandan keyin to'lovdan foydalanish imkoniyati tiklangan. Yana bir misol. Samarqandda boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladigan oila bor. Farzand 15 yoshga to'lgan, lekin kollej yoki oliygohda kunduzgi ta'limda o'qiyotgani haqidagi ma'lumot vaqtida taqdim etilmagan. Keyingi oyda to'lov kamayib tushgan. Oila buni pensiya kesildi deb o'ylagan. Aslida esa tizim bolaning yoshi bo'yicha qo'shimcha tasdiq kutgan, o'qish joyidan ma'lumot olib borilgach, qonunda belgilangan tartibda qayta ko'rib chiqilgan. Endi eng ko'p xatoga sabab bo'ladigan istisnolar va nozik jihatlar haqida gapiraman. Birinchi nozik jihat, pensiya miqdori har doim ham bir xil qolavermaydi. Ba'zi odamlar o'tgan oy 1.970.000 so'm tushgan edi. Bu oy 1.270.000 so'm tushdi. Demak, kimdir pulimni kesdi deb o'ylaydi. Aslida farqning sababi qarzdorlik, aliment, sud hujjati, ortiqcha to'langan summani ushlab qolish, bank komissiyasi yoki qayta hisob kitob bo'lishi mumkin. Albatta, har qanday ushlab qolishning qonuniy asosi bo'lishi kerak. Shuning uchun taxmin qilish emas, rasmiy izoh olish kerak. Ikkinchi nozik jihat. Pensiya qayta hisoblanganda hamma uchun bir xil natija bo'lmaydi. Masalan, ikki pensioner bir vaqtda murojaat qiladi. Birinchisining ish staji, ish haqi arxivi va hujjatlari to'liq. Ikkinchisining ish yillari bo'yicha arxiv ma'lumoti yetishmaydi. Birinchisida pensiya oshishi mumkin. Ikkinchisida esa avval hujjat to'plash talab qilinadi. Shuning uchun qo'shnimniki oshdi, menikini ham oshirishlari shart degan yondashuv to'g'ri emas. Har bir pensiya ishi alohida hujjatlar asosida ko'riladi. Uchinchi nozik jihat, naqd pul va karta orqali to'lov tartibida farq bo'lishi mumkin. Kartaga tushadigan pensiya bank tizimi orqali ko'rinadi. Naqd oladigan pensioner esa yetkazib berish grafikiga bog'liq bo'lishi mumkin. Qishloq joylarda, uzoq hududlarda yoki bayram kunlari grafikka ta'sir qiladigan omillar bo'ladi. Shuning uchun naqd oluvchilar ham o'z hududidagi to'lov sanasini aniqlab turishi kerak. To'rtinchi nozik jihat. Boshqa davlatga vaqtincha ketish yoki uzoq muddat yashash masalasi. Agar pensioner chet elga ketgan bo'lsa, uning pensiya olish tartibi, tasdiqlash hujjatlari va yashash holati bo'yicha qo'shimcha talablar paydo bo'lishi mumkin. Bu har doim ham pensiya bekor bo'ladi degani emas, lekin vaziyatni yashirib yurish to'g'ri emas. Keyinchalik ortiqcha to'lov deb topilsa, uni qaytarish talabi chiqishi mumkin. 5-nozik jihat. Vafot etgan pensionerning kartasidan pul yechish. Men bu masalada juda ochiq aytaman.
Pensioner vafot etgandan keyin uning nomiga tushgan pensiya mablag'lari bo'yicha ehtiyot bo'lish kerak. Qarindoshlar baribir otamizning puli edi deb kartadan yechib olishi mumkin. Lekin huquqiy jihatdan vafot sanasidan keyingi to'lovlar, dafn puli, meros olinmay qolgan pensiya masalalari alohida tartibda hal qilinadi. Shuning uchun bunday vaziyatda darhol hadya yo'q hujjati, o'lim haqidagi guvohnoma va pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilish kerak. 6-nozik jihat telefon orqali keladigan xabarlar va firibgarlik. Hozir ayrim firibgarlar pensiya jamg'armasidanmiz. Pensiyangiz oshadi, kartangizni tasdiqlang, SMS kodni ayting deb qo'ng'iroq qiladi. Men qat'iy ogohlantiraman. Hech qachon SMS kod, bank karta paroli, karta orqasidagi CVV raqami, mobil ilova parolini hech kimga aytmang. Pensiya masalasini hal qilish uchun haqiqiy idora sizdan karta parolini so'ramaydi. Agar kimdir shunday so'rasa, bu xavfli signal. 7-nozik jihat ijtimoiy tarmoqlardagi yolg'on xabarlar. Hamma pensionerga falon million so'm beriladi. Bugun ariza bermaganlar pensiyadan qoladi. Kartani yangilamaganlarning puli kuyadi kabi xabarlar tarqaladi. Men bunday xabarlarni ko'rsam, avvalo rasmiy manbani tekshiraman. Pensiya jamg'armasining rasmiy kanallari, davlat xizmatlari portali, bankning rasmiy axboroti yoki hududiy bo'limning tasdiqlangan izohi bo'lmasa, odamlarni vahimaga solish kerak emas. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, shaxsiy hujjatlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID karta muddati, familiya, ism, otasining ismi, tug'ilgan sana to'g'ri yozilganmi? Shuni ko'ring. Agar yangi ID karta olgan bo'lsangiz, bankdagi ma'lumotlaringiz ham yangilanganiga ishonch hosil qiling. Buning uchun bank filialiga boring yoki bankning rasmiy aloqa markaziga murojaat qiling. Ikkinchi qadam, bank kartangizni tekshiring. Karta muddati tugamaganmi? SMS xabarnoma ishlayaptimi? Mobil ilovada hisob ko'rinyaptimi? Karta bloklanmaganmi? Shuni aniqlang. Agar karta muddati tugagan bo'lsa, yangi karta oling va pensiya to'lovi aynan qaysi hisobga kelishini bankdan yozma yoki rasmiy tarzda aniqlashtiring. Eski kartani tashlab yuborishdan oldin hisob raqamingiz bilan bog'liq masalani yopib qo'ying. 3-qadam. Pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilganda hujjatlarni to'liq olib boring. Odatda shaxsni tasdiqlovchi hujjat bank karta yoki hisob ma'lumoti, pensiya guvohnomasi bo'lsa, avvalgi qarorlar, nogironlik bo'yicha tibbiy xulosa, o'quvchisini yo'qotganlik bo'yicha guvohnomalar, o'qish joyidan ma'lumotnoma kabi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Vaziyatingizga qarab hujjatlar farq qiladi. Shuning uchun borishdan oldin hududiy bo'limdan yoki rasmiy aloqa kanallaridan so'rab oling. 4-qadam, ariza yozishda umumiy gap yozmang, aniq yozing. Masalan, pensiyamni tekshirib bering deyishdan ko'ra, 2024 yil iyun oyi uchun pensiya to'lovim odadagi miqdordan mittaqdan men so'm kam tushdi. Kamayish sababini yozma ravishda tushuntirib berishingizni so'rayman deb yozish ancha to'g'ri. Yoki bank kartam yangilanganligi sababli pensiya to'lovlar yangi hisob raqamimga o'tkazilishini so'rayman deb aniq ko'rsating. Arizada telefon raqamingizni, yashash manzilingizni, murojaat sanasini yozing va nusxasini o'zingizda saqlang. 5-qadam, agar pensiya tushmasa, ketma-ketlikni buzmay tekshiring. Avval bank kartasi va hisobingizni tekshiring. Keyin bankdan to'lov kelmaganini aniqlang. Shundan keyin pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Chunki ba'zida pul jamg'arma tomonidan yuborilgan bo'ladi, lekin bankda texnik jarayon kechikadi. Ba'zida esa aksincha, bankda muammo yo'q. Pensiya ishida ma'lumot tasdiqlanishi kerak bo'ladi. 6-qadam, nogironlik yoki o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasida muddatlarni kalendarga yozib qo'ying. Tibbiy ko'rik muddati, o'qish ma'lumotnomasi topshiriladigan sana, ishonchnoma tugash sanasi, karta muddati tugash sanasi oldindan yozib qo'yilsa, oxirgi kunda yugurishga hojat qolmaydi. Men pensionerlarning farzandlariga ham aytaman, ota-onangizning hujjatlarini bir pappaga joylab qo'ying. Muddati bor hujjatlarni alohida belgilab qo'ying. 7-qadam, yozma javob talab qilishdan uyalmang. Og'zaki aytilgan gap bugun bor, ertaga boshqacha talqin qilinishi mumkin. Agar pensiya kamaygan, to'xtagan, qayta hisoblanmagan yoki hujjat rad etilgan bo'lsa, rasmiy izoh so'rang. Yozma javob keyingi murojaat, shikoyat yoki huquqingizni himoya qilish uchun asos bo'ladi. 8-qadam, firibgarlardan himoyalaning. Hech kimga karta parolini bermang, SMS kodni aytmang, telefon orqali ariza to'ldirib beramiz degan noma'lum shaxslarga hujjat yubormang. Agar yordam kerak bo'lsa, farzandingiz
ishonchli qarindoshingiz yoki rasmiy davlat xizmatlari markazi orqali harakat qiling. Ayniqsa yoshi katta insonlar internetdagi havolalarni bosishda ehtiyot bo'lish kerak. 9-qadam rasmiy manbalarni kuzating. Pensiya jamg'armasining rasmiy sahifalari, bank xabarlari, davlat xizmatlari portali va hududiy bo'limlar bergan axborot eng ishonchli manba hisoblanadi. Telegramdagi noma'lum kanallar, tanishim aytdi degan gaplar. Tahrir qilinmagan skrinshotlar asosida qaror qilmang. Yana bir amaliy misol. Aytaylik, siz oyga 2100 million so'm pensiya olasiz. Bu oy 1 million so'm tushdi. Siz darrov janjal bilan idoraga borish o'rniga birinchi navbatda bankdan operatsiyalar tarixini oling. Keyin pensiya jamg'armasiga borib to'lov miqdori nima sababdan o'zgarganini so'rang. Agar ushlab qolish bo'lsa, uning asosi nima? Qaysi muddatga, qancha foizda? Qaysi qaror yoki hujjat asosida ekanini aniqlang. Shunda masala hissiyot bilan emas, hujjat bilan hal bo'ladi. Yana bir holat. Pensioner boshqa viloyatga ko'chib o'tdi. Manzil o'zgardi, lekin pensiya ishi avvalgi hududda turibdi. Bunday vaziyatda yangi yashash joyi bo'yicha ro'yxat, shaxsiy hujjat va ariza bilan murojaat qilish kerak bo'lishi mumkin. Agar bu ish vaqtida qilinmasa, xat xabar eski manzilga boradi. Chaqiruv yoki tushuntirishni pensioner ko'rmay qoladi. Natijada oddiy manzil masalasi katta muammoga aylanadi. Demak, bugungi asosiy xabar shuki, pensiya va nafaqa oluvchilar o'z hujjatlari, bank kartasi, shaxsiy ma'lumotlari va huquqiy muddatlarini albatta tekshirishi kerak. Pensiya kechiksa yoki kamayib tushsa, darrov vahimaga tushmang, lekin beparvo ham bo'lmang. Avval bankni tekshiring. Keyin pensiya jamg'armasiga aniq ariza bilan murojaat qiling. Barcha javoblarni imkon qadar yozma shaklda oling. Men mutaxassis sifatida shuni ta'kidlayman. Ko'p muammolar katta qonun o'zgarishlar emas, oddiy e'tiborsizlikdan kelib chiqadi. Karta muddati o'tgan, ID ma'lumoti yangilanmagan, tibbiy xulosa muddati tugagan, ishonchnoma eskirgan, o'qish ma'lumotnomasi topshirilmagan. Bularning har biri pensiya to'loviga ta'sir qilishi mumkin. Agar sizda pensiya tushishi, kamayishi, hujjat talab qilinishi yoki bank kartasi bilan bog'liq muammo bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Boshqa pensionerlar ham sizning tajribangizdan xulosa qiladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangiz, qarindoshlaringiz, qo'shnilaringizga yuboring. Chunki bitta vaqtida aytilgan ogohlantirish ko'pchilikni ortiqcha xarajat, navbat va asabiylashishdan saqlab qoladi.